Azizlar, Hazrati Ibrohim alayhissalomni olovga otilgan joylarini ko'rganmisiz yo u haqida eshitganmisiz? Keling birgalikda bu mavzuni joyida ko'rib chiqamiz. Ibrohim alayhissalom butparast qirol Namrudga qarshi chiqadilar, hatto uni diniga qarshi chiqib, u bilan munozara qiladilar. U munozara Qur'oni Karimda ham kelgan. Munozarada boy beradi albatta qirol Namrud. Keyin mana shu hozir ko'rib turgan joyimizga, mana shu maydonga o'tinlar to'plashni buyuradi. Juda ham ko'p o'tin to'planadi. Sababi esa oddiy Ibrohim alayhissalomni o'sha o'tda kuydirish, o'tda yoqish. Keyin hattoki mana shu joyga butun davlatdan, shahardan o'tinlar kelib to'planadi va o't qo'yishadi. O't darajasi shu daraja ko'p baland bo'ladiki, uni yoniga yaqiniga kelib olovga otishni iloji bo'lmaydi. Sababi o'ta kuchli olov, uniga yaqinlashtirmaydi. Keyin Namrud nima buyuradiki, bu badbaxt askarlariga Ibrohim alayhissalomni mana shu ko'rib turgan joyingizdan qal'a bor, u tepalikda, tog'ning ustiga qurilgan tepalikka. Ana shu hozir joyini ham ko'rsataman. Mana shu joydan manjiniq katapulta deydi-ku, o'shanga qo'yib, mana bu nima ko'rinyaptimi? Ha. Mana bu ikkita ustun bor, o'sha joyda aytiladi. Manjiniqdan shu yerga otishgan. Keyin Alloh taolo Qur'onda ham aytadiki, ya naru ey olov, kuni bardan va salama. Ya'ni Ibrohim alayhissalomga salqin va salomatlik bo'l deb buyurgan. Endi rivoyatlarga ko'ra, mana shu yerdagi mashhur rivoyatga ko'ra, mana shu ko'ldagi, bu ko'l o'zi hamma joy ko'l bo'lgan. Olov suvga, o'tinlar esa baliqqa aylangan deyshadi. Shuning uchun bu yer baliqli ko'l. Turklarni, kurdlarni, mana shu atrofdagi xalqlar nazdida shu Ibrohim alayhissalomning vaqtlaridan kunimizgacha yetib kelgan deb e'tiqod qilinishadi. Bu albatta bir rivoyat. Bu lekin mana shunaqa joy Turkiyada bor. Buni albatta Turkiyaga kelganingizda mana bunaqangi faqat Istanbul, Antalya, İzmir kabi joylar emas, balki mana bunaqangi ziyoratgohlari bor, sharqiy viloyatlari, chiroyli joylarga ham kelishni unutmang. Chunki bundan tashqari bu yerda yana ko'plab ziyorat joylari, ko'plab tarixiy obidalar, o'tgan boshqa qavmlardan qolgan asarlar va qal'alarda haddi hisobi yo'q. Albatta sizlarga ham tavsiya beraman.